Diqqat! Endilikda pensiyadan kredit ushlansa ham yashash uchun pul qoldiriladi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videodan to'liqroq xabardor bo'lish uchun iltimos videomizni oxirigacha ko'ring va like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz shu orqali bizning mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Diqqat qiling. So'nggi paytlarda O'zbekistonda pensionerlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan muhim taklif ilgari surildi. Unga ko'ra, agar fuqaroning pensiyadan kredit qarzi uchun pul ushlab qolinsa ham, uning yashashi uchun yetarli mablag' albatta saqlab qolinishi kerak bo'ladi. Yangi taklifga asosan pensiyadan ushlanadigan summa shunday hisoblanadiki, fuqaro qo'liga tushadigan pul belgilangan eng kam iste'mol xarajatlaridan kam bo'lmasligi lozim. Ya'ni pensiyani to'liq qarz uchun yechib olish mumkin bo'lmaydi. Fuqaroga kundalik ehtiyojlari uchun mablag' qoldirilishi shart. Bu o'zgarish juda muhim, chunki amaliyotda ba'zi hollarda kredit qarzlari sabab pensiyaning katta qismi ushlab qolinardi va bu pensionerlar uchun qiyinchilik tug'dirardi. Yangi tartib esa oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lovlar va boshqa kundalik ehtiyojlar uchun mablag' saqlanishini ta'minlashga qaratilgan. Hozircha bu budjet qonun loyihasi hisoblanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, u ko'rib chiqish uchun Senatga yuborilgan. Agar tasdiqlansa, ushbu tartib rasman amaliyotga joriy etiladi. Ushbu tashabbus ayniqsa kredit olgan pensionerlar, daromadi faqat pensiyadan iborat bo'lgan fuqarolar va ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar uchun foydali bo'lishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, kelgusida pensiyani to'liq kredit uchun ushlab qolish cheklanishi mumkin va fuqarolarga yashash uchun minimal mablag' qoldirilishi ta'minlanadi. Agar bu qonun qabul qilinsa, pensionerlar uchun muhim yengillik yaratiladi. Hurmatli tomoshabinlar, eng so'nggi va dolzarb mavzulardan birinchilardan bo'lib bilishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.